Assalamu alaykum, hörmətli televizor köyiçilər, yaxşımısınızlar? Mən bugünkü proqram riyasətçisi Aygül. Əziz qərindaşlar, aldı bilən sizlərə yürekdən salam yollayman. Baş ştabi Germaniyanın Münxen şəhərindəki Şərqi Türkistan İnformasyon Mərkəzi tərəfindən təsis qılınğan Uyğur televiziyasının məxsus xəbərlər proqramısına xoş gəldinizlər. Şərqi Türkistan İnformasyon Mərkəzinin vətəndən egəlligən dəstləbki məlumatı qaraganda 7-ci ayının 4-cü günü, yəni çarşamba, Ürümçinin Yənən koçisida qatnayotqan 16-cı yol avtobusda bomba partlaş vəqəsi yüz bergan. Vəqəni gözü bilan körgüçilərinin inkas qilishçə, Ürümçi Yənən koçisi şəhərinin ən qaynaq koçilərinin biri olub, bu qitimqi partlaş intayın şiddətli bolğan. Amma hökumət tarmaqları vəqə yüz bergan rayonni və bu haqdakı xəbərini qattiq qamal qılğını üçün vəqədə ölgən yoki yaralanğanların əhvalı haqqında hazırgacha aniq bir məlumat yox. Ürümçi Kəşlik gazetinin xəbər qilishicha, 7-ci ayının 7-ci günü Ürümçidəki Xalqara Savdo mərkəzində halal yeməkliklər yarmankisi çağırılğan olub, yarmankiga O'rta Osiyodagi 5 davlatdan, G'arbiy Osiyo ellaridan və O'rta Sharq davlatlaridan kelgan 200 dan ortiq korxonaning vakillari, shundaqla Xitoyning 10 dan ortiq o'lkasidan kelgan savdogarlar qatnashgan. Yarmankida dağlıq Uyğur ustalari tərəfindən hazırlanğan polo, samsa, kebab qatarlıq milliçi taamlar yarmankiga qatnashgan chet ellik və Xitoy savdogarlarini hayron qoldirgan. Yarmankida diametri 3 metr və çoğunluğu 90 cm keladigan çoğ qazanda polo qilingan bo'lib, bir qazan polo har bir kishiga 200 gramdan 10 ming kishiga bekorga tarqitilgan. Yana Uyğur ustalar tərəfindən uzunluğu 33 metr keladigan kebabdan da har birining uzunluğu 10 metr keladigan zıxta qo'y kebabi, diametri 5,4 metr, egizligi 3 metr keladigan tonurda dümləb pişirilgan 340 kiloluq bütün tögü kebabi qatarlıqlar chet ellik savdogarlarni hayron qoldirgan. Yuqorqi xabarda ko'rsatilishicha, 10 ming kishilik polo bilan kebab və bütün tögü kebabi qatarlıqlar Guinness Dünya rekordi üçün müracaatga sunildi ekan. Tianshan to'rining xabar qilishicha, 7-ci ayının 8-ci günü kəşdə Pakistanın şimali qismidəki Peshawar şəhərində Xitaylar tərəfindən qurulğan bir 3 çaqlıq motosikl zavodida işləvatqan Xitay işçilar naməlum kişilərinin qurallıq hücumuğa uçrab 3 Xitay ölgən, 1 Xitay yaralanğan. Peshawar saqçı dairələrinin bildirişçə, bu qitimqi qurallıq hücumның səbəbi aniq emas ekan. Vəqədən keyin Xitayning Pokistondagi savdo tarmoqlari amalliq tədbirlərini küçəytgan, Xitaylarmı tala tuzga chiqmaydigan bo'lgan. Tianshan to'rining 7-ci ayının 9-cu günü xəbər qilishicha, növbətdə Şərqi Türkistonda böbrək kesiliga giriftar bo'lğuchilarning umumi soni 1 millionga yaqinlashdi ekan. Ammo bu rayonda böbrək kesili doktorining soni intayin az bo'lib, asosiy qatlam doktorxonalarida böbrək kesili doktorlarga bo'lgan bo'shliq 90% ga yetib boradi ekan. Nahiyədən tövən dərəcəlik doktorxonalarning hammasida degidək böbrək kesili doktori yo'q ekan. Yuqorqi xabarda ko'rsatilishicha, Sharqi Turkistonda böbrək kesiliga giriftar bo'lg'uchilarning soni yildan yilga ko'payishga boshlagan. Xinhua axborot to'rining 7-ci ayının 6-cı günü xabar qilishicha, növbətdə Şərqi Türkistonda har yili o'tir hisob bilan 104 kvadrat kilometrlik tuproq qumning ostida qoladi. Bu rayonning qumlish vaziyati intayin og'ir. Yuqorqi xabarda ko'rsatilishicha, növbətdə Şərqi Türkistonning o'rmon bilan qoplanish nisbati aran 2,94%, yeşillik nisbati bo'lsa 14,95%. Yani Şərqi Türkistonning ziminining 80%dan ko'piragi qaqasliq. Yuqorqi xabarda ko'rsatilishicha, tuproqning qumlashib ketishining asosiy sabablari bo'lsa, bu rayonda nüfusning ko'payib ketishi va tuproqning qalayimqon va plansiz ishlatilishidan iborat. Ammo Uyg'ur mutaxassislar Şərqi Türkistonda ekologiyalik tamponlikning buzilishiga butunlay Xitoy ko'chmanlarining, bo'libmi Şərqi Türkistonda o'z oldiga xandonlik qurib olib, zo'rliq, zumbuluq qilib kelayotgan
Bingtuanның səbəbçi bolğanlığını bayan qilishmoqda. Chunki növbətdə Şərqi Türkistondagi daryo, eqin, ko'l, o'rmon va yayloqlarning mutlaq ko'p qismining kontrolligi Bingtuanning kontrolligida. Növbətdə Şərqi Türkistonning Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan janubiy rayondagi yerlik dehqonlarning nomrod bo'lishining asosliq sabablarining biri terilg'u yer oz, əmgək kuchi ko'p bo'lib, bir Uyg'ur əmgək kuchiga to'g'ri keladigan terilg'u yer ko'lami 2 mo'g'imi barmaydi. Shuning uchun Xitoy hokimiyati buni bahona qilib, 5-chi əmgək kuchlarini boshqa yurtlarga berib ishlashga yuzlantirish degan shuarni ko'tarib chiqib, Uyg'ur dehqonlarining boshqa yurtlarga, hatto Xitoyning ichki o'lkalarga surgun qilib kelmoqda. Dal buning aksicha Sharqi Turkistonning eng munbat terilg'u yerlarini ishg'ol qilib yotgan Bingtuandagi Xitoylar terilg'u yerlarining ko'pligidan əmgək kuchi yetishtirə olmay, Xitoydan əmgək kuchi yollab ishlatildi. Masalan, Tianshan torining 7-oyning 9-kunidagi bir xabarda ko'rsatilishicha, Bingtuanning 8-diviziyasi 149-polkdagi 2600 nafar Xitoyga bu yil bo'lib berilgan paxta terilg'u yer ko'lami bo'lsa, 120 ming modan ko'proq bo'lib, har bir Xitoyga 50 mo'ga yaqin terilg'u yer to'g'ri keladi. Yuqorqi sonliq ma'lumotlar Uyg'ur dehqonlarining intayin adolatsiz va tangsiz bir siyosiy sistema ostida yashayotganligini isbotlab turmoqda. Bir qancha kundan buyon Xinjiang gazeti, Tianshan tori qatorliq Xitoyning asosliq matbuotlarida bu yil 1-oyning 5-kuni Aqto'ning Kosrab yezisida yuz bergan qurolliq to'qinishda Uyg'ur mustaqillik jangchilari tarafidan etib o'ldirilgan Huangchang ismli Xitoy askarining ajoyib ta'sirli ish izlari haqida cho'ng hajmli maqolalar qaytadan yer ilishga boshladi. Bu Xitoy askari o'lgandan keyin Xitoy harbiy ishlar komiteti uningga bo'lginchilikka qarshi turish qahramoni deb nom bergan. Uning dafna murosimi va ish izlari haqida xabar maqolalar bir qancha oylab uzilmay Xitoy matbuotlarida yer olgan. Bir qancha oy burun bu haqdagi xabarlarmi besiqqan edi. Xitoy hokimiyatining bugun yana uni qaytadan ko'tarib chiqishdagi siyosiy maqsadi nima? Bu haqda Uyg'urlar orasida turli talash tortishlar o'tirg'i qo'yilmoqda. Germaniya Dolqunlari radiosining xabar qilishicha, Dalai Lamaning alohida elchilaridan Lodi Geri bilan Kesang Jasan apandilar Xitoy bilan muzokara elib berish uchun o'tgan juma kuni Xitoyga yetib borgan. Gerçi Xitoy hokimiyati ularning ziyoratini shaxsiy ziyorat deb izohlab, faqatla o'zaro fikr almashtirilganligini bayon qilgan bo'lsa-mu, ammo ikki taraf o'tirsidagi muzokaraning zo'r siyosiy mazmunlarga ega ekanligini qayd qilinmoqda. Dalai Lama o'zlarining Xitoy hokimiyatidan faqatla yuksak avtonom rayon talab qilganligini ta'kidlagan bo'lsa-mu, ammo ular hozirgi Tibet avtonom rayonini emas, Tibetliklar yashayotgan butun rayonlarning Tibetga tava bo'lishini talab qilgan. Xitoy taraf bo'lsa, Tibetning faqatla hozirgi Tibet avtonom rayoni doirasi ichida cheklanganligini bildirgan. Dalai Lama Xitoydan oz bir qism chegara mudofaa qismlaridan boshqa askarlarning hammasini chekindirib chiqib ketishini talab qilgan. Xitoy hukumatı bo'lsa, buningga aslo mumkin emasligini ta'kidlagan. Dalai Lamaning vakillari Xitoyga safar qilishdan burun Tibet avtonom rayonlik partikomining sekretari Zhang Qingyi axborot e'lon qilib, Dalai Lama chet eldagi dushman kuchlar bilan birlashib kommunistik hokimiyatimizni ag'dirib tashlashga urinyotdi. Xitoyning xaritasini o'zgartirish qasdi bor. Dalai guruhi bo'lginchilik bilan shug'ullanyotdi. Ammo biz bir yil jaboliq kurash qilish orqali Dalayning bo'lginchilik guruhiga qarshi hal qilg'ich g'alabaga erishdik deb ko'rsatgan. Ammo bu hal qilg'ich g'alabaning konkret mazmuni haqida izohat bermagan. Ba'zi siyosiy kuzatuvchilar Dalai Lamaning alohida vakillarining bu qitimqi Xitoy ziyoratidan biror natija chiqishining nihoyatda tas ekanligini bayon qilishmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuning bilan bu qitimqi maxsus xabarlar programmamiz oxirlashdi.
Xayr xo'sh, kelar qatimliq programmamizda ko'rishaylik.